Tushda un ko'rishning ta'birlari. Un qiyinchiliksiz qo'lga kiradigan mol ne'matga dalil bo'ladi. Hazrati Doniyol aytadiki, unni qor kabi havodan yog'ayotganini ko'rsa, halol mol ne'mat umid qilmagan joydan o'sha kishi uchun hosil bo'ladi. Ibn Sirin aytadi, arpa uni dinning sodligiga dalil, bug'doy uni tijoratdan keladigan foydali mol, qo'noq uni ozgina mol bo'ladi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, unfurush dinini dunyo uchun sotuvchi kishiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.